Xitoy ofiyadan sizlarga zo'r variantdagi uy topib qo'ydim. Orqamdagi yerlari, xudo xolasa zo'r sug'orilib, yegilib o'tirgan yerlar, atroflari og'açlar. Bo'rimizni endi bir qator planlashtirib, o'zlaricha zo'r qilib planlasazlar bo'ladi. Bo'rimizni uqayib teplitsalar ham qilsazlar bo'ladi. Bo'rimizning manzilini, hammasini ma'lumotlarini video davomida aytib o'tib ketamiz. Videoni boshlashdan oldin siz YouTube kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Har video qo'ygan vaqtimizda sizning oldingizdan chiqib turadi. Ya'ni siz reklamalarimizni o'tiravermaysiz. Bo'lmasam videoni boshlaymiz. Xitoy ofiyi buyog'imizda 85-maktab, ya'ni oldingi transport kollejining oldinda ko'cha bilan kelganimizda chap qo'limizda mana shu uyimiz sotuvga qo'yilyapti. Videoni boshlashdan oldin Mangut Makler kanalidan YouTube'ga obuna bo'lamiz, Facebook, Telegram, Instagram. Xudo xolasa YouTube'da telefonimiz YouTube'ga obuna bo'lganlarning ichida tezda obuna bo'lib qo'yamiz shuning uchun. Bo'rimiz yer maydoni, fasad tarafi 30 metr, orqasidan darji ketgan bo'rimiz 40 sotikdan ziyodroq. Adashmasam, mana shu atlarimiz yuzim bo'rga qaralmagan, endi qaraydigan bo'lmagan. Ko'rsatib bo'ladi, taraklari bor, uylarimiz mana shu holatida. Bu yog'imizda to'qlari o'tib turibdi, dokumentlar ham narsasi soz deyilyapti. Endi bir qator ko'rib olasiz. Dokumentda 16 sotik deyapti, lekin qo'shimcha mana shu anda katta yerimiz. Mana yuzimlarni ko'rsatib bo'ladi. Dovaragi, g'ir dovaragi og'aç bilan qoplangan. Yeri botonimiz yegilib o'tiribdi, zo'r. Mana shu anda. Pustoy qolmagan bu yerimiz ko'rsatib bo'ladi, zo'r bo'lib yegilib o'tiribdi. Bu uyimizning orqa tarafi ko'rsatib bo'ladi. Uyimizning ichining obzorini boshlashdan oldin bu yog'imizda qo'shimcha yeri bor, ya'ni pajariy xod desadan bo'ladi. Boshqa desadan bo'ladi. Xo'p, bo'rimizning chegarasi mana shu uyning divolinachi ko'rsatib bo'ladi. Mana bu yerimizda sklad, mana shu anda kladovka bor. Bular sizlarga kiradi. Mana ko'rsatib bo'ladi. Mana shu holatdagi uyimiz. Territoriyasidan zo'r, fayz yer ekan. Endi buni yig'ib tashab turib, qaytadan sasazlan bo'ladi nasib bo'lsa. Kimga qanday planlashtirib ko'rsatib bo'ladi. Mana shu buyog'imiz kuxnya deyilyapti. Bir qator ishlarni ko'rsataman. Ko'rsatib bo'ladi. Ishlari, o'choqlar deydi. Xo'p, buyog'imizda mana kirgan joyimiz. Buyog'imiz bu otamimiz zalimiz mana ki. Oldingi sayozning vaqtida отопление o'tirilgan cho'yin batareyada buyog'imizda bu otamizda peshlari qo'yilgan. To'qlar kelib turibdi, mana ko'rsatsa bo'ladi. To'qlar hammasi qo'shilgan. Buyog'imizda yana bir xonasi. Buyog'imizda ham cho'yin batareya, peshlari. Buyog'imizda mana ki ko'rsatsa bo'ladi, отопление o'tgan. Endi biz to'shab turib, o'zlaringizga chiroyli etib plan qilib olsangizlar bo'ladi, xudo xolasa. Mana buyog'imizdan bir shu anda 2 etajga maqsadimiz deyapti, lekin davom ettirmaganmiz deyapti. Mana shu uyimiz xudo xolasa sotuvga qo'yilyapti. Kimga mana shunday uqan territoriyali yer kerak bo'lsa, tez aloqaga chiqamiz. Buyog'imizni biznes qilib, teplitsa, chorvachilik uchun mana shunday qilib ishlasa bo'ladi. Buyog'imizdan bir uy ko'tarib bersangizlar, nasib bo'lsa, mana shunday biznes qilsa, zo'r qatib ketadigan mesda bo'lamiz. Ko'rsatib bo'ladi, yerlaridan zo'r holatida ko'rsatib bo'ladi. Yegilib o'tirgan, mana shunday moshni yerlar. Xo'p, endi batafsil narxlari hammasini aytib o'tib ketamiz. Xo'p, bo'rimizning narxini aytishdan oldin bizlardan YouTube kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Sababi har video qo'ygan vaqtimizda o'tkazib yubormasligingiz uchun. Xo'p, mana shunday zo'r tochkada biznes uchun teplitsa qilsa bo'ladi. Mana shunday zo'r variantda chorvachilik qilsa bo'ladi. Buyog'imizga uyni ko'taraverasizlar, ariyani biznesni davom ettiraverasizlar, xudo xolasa. Xo'p, bo'rimizning narxlari bo'lsa, zo'r narxda desak ham bo'ladi. 320 million so'm aytyapti. Uy dunyalari yana ochib tortib kelishgan yerlari bor deyilyapti. Dokumentda 16 sotik, qo'shimcha yerlari bor deyilyapti. Yana kadastr kelib o'lchab ketdi deyilyapti. Endi o'zlariz bir qator dokumentlarni tekshirib, gaplashib, xudo xolasa baraka qilsangizlar bo'ladi. Kimga mana shunday zo'r tochkada mana shunday yerlar kerak bo'lsa, uy kerak bo'lsa, tez aloqaga chiqamiz. Uy dunyalari ko'chasidan fayzli, mana shu yerimizdan fayzli. O'zingiz ko'rganingizdek zo'r tochka. Kimga kerak bo'lsa, tez uy dunyalardan telefon qilamiz, bog'lanamiz va baraka qilamiz, xudo xolasa. Hamma yaxshi kayfiyatlar bilan Mangut Makler kanali.